Aziz birodarlar, mana bu videoni oxirigacha ko'ring, yoqsa obuna bo'ling. Qara chiroyli qiz ekan. Bu imkoniyatdan foydalanib qol. Bir bahona bilan telefon raqamini ol. Xotining baribir bilmaydi. Yo'q. Xotinim ko'rmasa ham Alloh ko'rib turibdi. Halolim bo'lgan rafiqamga aslo xiyonat qilmayman. O'ziga qarab yuradigan sarvqomat qiz ekan. Profiliga kirib ko'r. Xotinimdan ham go'zal ekan. Astag'firulloh, nimalar deyapman? Allohimning omonati ayolimni hech qachon xafa qiladigan ish qilmayman. Qara sinfdoshing kelyapti. Hali ham turmushga chiqmabdi. Qo'l berib salomlash. Ali, qandaysan? Uchrashmaganimizga ham ancha bo'pti. Payg'ambarimiz sizlardan birortangiz o'ziga halol bo'lmagan ayolni ushlagandan ko'ra boshiga igna bilan sanchilishi yaxshiroqdir deganlar. Xotining faqat uxlashni biladi. Hamma yer yo'yilib yotibdi. Janjal qil, xotiningni borib ur. Shunda aqli kiradi. Astag'firulloh. Ayolni urish kuch emas, ojizlik belgisi. Men Allohdan qo'rqaman. Seni gapingga aslo kirmayman. Isbotlay olmayman. Xohishim ham yo'q. Qanday o'ylasangiz shunday insonman. Bilmadim qaysi payt zararim tekkan. Yomonsan desangiz.